Sahobalardan bir qanchalari Anas ibn Malik roziyallohu anhu ni oldilariga Hajjoj ibn Yusuf as-Saqofiydan shikoyat qilib keldi. Ey Anas, sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan zotsan, ha? Birga suhbatida bo'lgansan, shunaqa haq bilan botilni bilasan. Endi mana Hajjoj kelib, shunaqangi noma'qul ishlarni qilyapti, sahobalarni o'ldiryapti, ha? Shunaqangi ishlarni qilib yuribdi deganda u kishi aytgan ekanlarki, mana shuni aytib isbiru degan ekanlar. Sabr qilinglar. Ha? Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun illa allazi ba'dahu sharrun. Odamlarga bir zamonlar keladi. Bu zamon bizga og'ir keldi, qiyin keldi, bu kunlar deb tursa, ertasi kuni undan ham battari keladi. Shunaqa zamonlarga ham qolasizlar. Hatta talqaw robbakum, hatto Robbingizga yo'liqmaguningizga qadar deganini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, ya'ni sizlarni nabiyingiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman deb Anas ibn Malik roziyallohu anhu nima qiladi? Hikoya qilib aytib bergan ekanlar. Yana boshqa hadisi sharifda ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabizi 'alal jamri. Odamlarga shunday zamonlar keladi, unda dinini ushlab sabr qilib turgan odam go'yoki cho'g'ni tutib turganday bo'ladi. Ya'ni cho'g'ni tutib turish qancha qiyin. Mahkam ushlay desa, qo'li kuyadi. Qo'yib yuboray desa, dinidan ajraydi. Shunaqangi ham zamonlar keladi. Mana endi buni hozir ko'rib turibmiz-ku. Hali soqolingga osiladi, hali ro'molingga osiladi. Hali musulmonlar yashayotgan bir joyga o'zlari bostirib kelib, yana o'zlarini terrorist deydi, irhobiy deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sizlarga o'sha bir zamonlar keladi, u paytda sabr bilan dinini ushlab turgan odam go'yoki cho'g'ni ushlab turganday bo'ladi. Iymonini odam saqlab qolishlik uchun ham sabr kerak ekanda. Ya'ni har bir narsada inson sabr, qanoatlik bo'lishlik kerak.